Rossiyaning favqulodda holatlar ministrligi 2 noyabr kuni ertalab Misrning Sinay yarimorolida halok bo'lganlar murdasini Pulkov aeroportiga olib keldi. Ularni tanish uchun politsiya bilan birga murda saqlash joylariga yuborildi. Halokatda Aerobus 321 samolyotida borayotgan 224 yo'lovchining barchasi halok bo'lgan. Hozirda ularning 144 nafari olib kelindi. Qolganlari keyinchalik olib kelish rejalashtirilmoqda. Voqea joyida Rossiyaning hamda Misr mutaxassislari tekshiruv ishlarini olib borishmoqda. Samolyot Sharm el-Shayx kurortidan Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha ketayotib, havoga ko'tarilgandan keyin 23 daqiqadan keyin markazdan aloqa uzilgan. Hozirgi vaqtda halokat sabablari o'rganilmoqda, biroq ba'zi ma'lumotlarda samolyot havoda ketayotib sochila boshlagani aytilgan. Место происшествия представляет из себя очень большую площадь. Окуя болгон жер өтө чоң. Ал жалпысынан 40 чакырым аралыкты көрсөтөт. Учактын чачылып кеткен бөлүктөрүн алып караганда, ал абада учуп баратып бөлүнө баштаган. Учурда адистер иликтеп жатышат. Около 8 километров и шириной около 4 километров. 1 noyabr kuni halok bo'lganlar hurmatiga Rossiyada motam kuni deb e'lon qilindi. Bu kuni yuzlab Sankt-Peterburg yashovchilari markazga gullar hamda shamchiroqlar olib kelishgan. Потому что у меня погибла сестра. Поэтому Men ejemde, apam kızın жоготту. Бул жерге сүрөтүн алып келдим. получается. Знакомых нету, конечно, но Кырсыкта менин таанышым болгон эмес, бирок кантсе да биз үчүн чоң жоготуу болду. Жакындарын жоготкон кишилердин кайгысын тең бөлүшөмүн. очень тяжело все это. Ну, не могли не прийти, просто почтить память. Земля им пухом. Halok bo'lganlar orasida 25 nafari yosh bolalar bo'lgan. Детей много погибло, такое сопереживание. Жаш балдар абдан көп болгон. Эми алардын баары жок. Албетте, уккан адамдын жүрөгү ооруйт. Конечно, очень жалко всех. Shu bilan birga halok bo'lganlar orasidan 3 nafari Ukraina hamda 1 nafari Belorussiya fuqarolari ekani ma'lum qilindi.